Мало кто знает, но для работы плазменного резака нужно только электричество. Работает так. Usta akalarimizning talab va istaklariga binoan plazma rez apparatlarimizda ishlatib tekshirib beramiz hamda qisqacha video obzorlarini qilib narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Kanalimizga podpiska bosib, videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Impuls brendidan Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan plazma rez apparatlarimizdan do'konimizga yetib keldi. Qut 40 modeliga tegishli apparatlarimiz bo'ladi. Ikki xil variantlarda do'konimizga olib kelib qo'ydik. Inventorli hamda inventorsiz variantlarda yetib kelgan. Apparatimiz bunisi 1,5 sm, bunisi bo'lsa 1 sm gacha listlarimizni kesishga mo'ljallangan bo'ladi. O'zini tablolari o'zida mavjud hamda o'zini kompressorini datchiklarigacha qo'yib qo'yganmiz. Davlinalarni bemalol ko'tarib xohlagan оборотlaringga foydalansalaring bo'laveradi. Bunisida o'zini datchiklari bo'lmaydi, amperajlarini bemalol ko'tarib boriga ishlatsalaring bo'ladi. Apparatimiz Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Ichidan chiqadigan narsalarga keladigan bo'lsak, ko'rishlaring mumkin. O'zini plazma rez uchun derjaylariga qo'yadigan nasatkalarini zapchast qo'shib beramiz hamda o'zini filtrlari ichidan chiqadi. Massa kabellari hamda original derjaylari o'zini sumkasida mavjud bo'ladi. Apparatimizga garantiya 1 yilgacha beriladi. Ko'rib turgan garantiya qog'ozlaringga 1 yil garantiyalarini yozib beramiz. Kimga qanaqa variantidan kerak bo'ladigan bo'lsa, zakaz beraverasizlar, arzon narxlarda qilib beramiz. Video tagida nomerlarimiz mavjud. Aloqaga chiqib, to'liq ma'lumotlarini bilishlaring mumkin. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan Svarka apparatlar do'koni bo'ladi. Apparatlarimizning narxiga keladigan bo'lsak, $250 bo'ladi. Ikkalasi ham qaysi bir variantidan kerak bo'lib turgan bo'lsa, bemalol kelib, arzon narxlarda xarid qilib ketishlaring mumkin. Video oxirida ko'rishlaring mumkin apparatlarimizni ishlash jarayonlarini. Мало кто знает, но для работы плазменного резака нужно только электричество. К нему подведен шланг подачи сжатого воздуха, а для резки металла подключается горелка и кабель с зажимом, который нужно установить на разрезаемую деталь. При смешении постоянного напряжения и воздуха получается плазма, которая и расплавляет металл. За счет огромной температуры, 10 000 градусов Цельсия, срез получается очень ровным и тонким.